Aka-ukalar, mana o'rtaga yasama tuxumini qo'yib qo'ydik. Parrandalarimiz reaksiyasini kuzatamiz. Endi bu nimaga tegmayapti? Aka-ukalar, bular yoshligida shu yasama tuxum, masalan, tug'ish payti yaqinlashganda mana shu yasama tuxumlarni tashab qo'yilganda oldiga. Bu shu narsa yeyishga yaroqsiz ekani miyasiga singib qolgan. Umuman e'tiborsiz, ko'rdingizmi? Tuxumga umuman e'tiborsiz. Ya'ni bu agar bularning ichida masalan bitta ikkitasi nagahon bir o'rtaga tug'ib qo'ysa ham, masalan, haqiqiy tuxumga ham tegmaydi. Nimaga? Sababi uje tovuq miya dedi-ku, uje biladi buni. Cho'qib ko'rganda boshda. Har xil qilib cho'qib ko'rgan. Endi ishi yo'q. U tuxum turibdimi, boshqa narsa ham xullas tegmaydi. Endi bu masalan modda yetishmovchiligi bo'lsa ham tegmaydi-da. Bitta shu dumaloq oq narsani yeyish mumkin emas, yeb bo'lmasligini biladi. Endi bu yerda salkam 3 oylik parrandalarimiz bor. Bu yerda hammasi makon. Endi bularda eksperiment o'tirib ko'ramiz. Bular umuman hayotida masalan tuxum degan narsani ko'rmagan-da. Asta. Va endi bular reaksiyasini ko'ramiz. Qanday reaksiya beradi? Aka-ukalar, ko'rdingizmi? Ujum bu yosh makonchalar bular. Masalan, mana shu makonchalar agar tug'ib boshlagandan keyin birinchi tuxumini masalan nagahon o'rtaga bittasi tug'ib qo'ysa, mana shunaqa o'zi sirazi bular yeb, tuxum yeyishga o'rganib ketadi. Modda yetishmovchiligi bo'lsa ham bitta ko'radi-da nima ekan deb. Endi mumkin chetga tug'sa tegmaydi, endi bitta ikkita tug'ib qo'yishi mumkin. Torda o'tirganda tug'ib qo'yishi mumkin. Bu shunaqa holatlarda o'zi tuxumning mazasini bilsa, o'zi mana cho'qib ko'rib turibdi o'zi mana. Buni shu tug'masdan oldin mana shunaqa yasama tuxumi, bu gipsdan yasalgan, aka-ukalar, shuni ham eslatib o'taman. Tug'masdan oldin mana shunaqa yasama tuxumlardan masalan 3 ta 4 ta har joyga tashlab qo'ysangiz, buni cho'qib keyin bu narsani umuman yeb bo'lmasligini, umuman cho'qiganning foydasi yo'q ekanini tushunib, o'zi bezor bo'ladi-da. Yotish kerak. Tug'ishdan g'ideti bir oy, 2 oy oldin tashlab qo'yish kerak. Keyin haqiqiy tuxum agar mabodo tushib qolsa ham, bu haqiqiy tuxumga ham keyin tegmaydi. Aka-ukalar. Ana shunaqa gaplar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.